Hammaga assalomu alaykum. Aysel China konsalting kuzatuvchilari, biznesmenlarimiz albatta. Xudo xolasa, hammanglar bilasizlar, Xitoyda yiliga 2 marta Canton Fair, ya'ni ko'rgazma bo'lib o'tadi. Bu yilgisi Xudo xolasa aprel oyida boshlanadi va u yerda juda ham ko'p yangiliklar bo'ladi. Bu narsani shu Canton Fair haqida ma'lumoti borlar juda ham yaxshi biladi. Bilmaydiganlar uchun men ozgina tushuncha berib o'tib ketaman. U yoqda Xudo xolasa 2025-yilda fabrika, zavodlar hali ishlab boshqa davlatlarga chiqmagan, ya'ni zavodlar hali sotmagan yangiliklar bo'ladi. U yerda polностью ularni ko'rgazmaga olib kelishadi va tadbirkorlarga taqdim etishadi. Bu narsa albatta ishlab chiqaruvchi yoki zavod, fabrika farqi yo'q. Tam qurilish bilan shug'ullanadimi, santexnika bo'yicha ham любой oziq-ovqat tomonlama ham polностью hamma narsa u yerda bo'ladi. Bitta joyda jamlangan bo'ladi. Faqat u yerda turlari bo'ladi, kunlarga bo'lingan. Ya'ni texnika 2 kun, 4 kun davomida bo'ladi, oziq-ovqat 2 kun davomida, qurilish mollari 2 kun, elektronika 2 kun, xuddi shunday bo'lingan bo'ladi. Bular haqida agar yanada batafsilroq kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqasizlar. Biz polностью sizlarga shablon tashlab beramiz. U yerda hamma ma'lumotlar yozilgan. Agarda kimgadir Canton Fair qiziq bo'ladigan bo'lsa yoki borish niyati bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar, biz polностью sizlarga ma'lumot beramiz.